Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan 344 terminalini 6020 monitoriga ulashni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib monitorni aktivatsiya qilamiz. Kimga qaysi til kerak bo'lsa o'sha tilni tanlaymiz. Misol uchun men ruscha tanlayman. Hop, bu yerga parol qo'yamiz va xohlagan parollarni qo'ysangiz ham bo'ladi bu yerga. Aktivatsiya qilamiz. Hop, aktivatsiya bo'lgandan keyin bu yerda so'rayapti, IP adres qo'yasanmi yo'qmi? IP adres qo'ysak ham bo'ladi yoki Wi-Fi ga ulangan bo'lsa, displey yoqamiz. Bir marta yongandan keyin o'zi o'chadi, IP oladi. Keyin следующий qilamiz. Deganimizdan keyin bu yerda soat tug'ilgan deydi. Часовой polishda +5 ga olib chiqamiz. Islomobod, Karachi, Toshkent. Okey qilamiz. Keyin soat tug'ilamiz. Soatimiz 11:49. Yani 11 yozamiz. Bari 9. Okey qilamiz. Hop, endi следующий qilamiz. Hop, bu yerdan Wi-Fi ga ulanansam yo'qmi deyapti. Biz Wi-Fi ga ulanmaymiz, chunki saytimizda o'zi internet bor. Следующий qilamiz. Bu yerdan hozir vizumlarimiz chiqishini kutamiz. Chiqmasa bitta o'chirga yoqamiz yoki abonament qilamiz. Hop, mana chiqdi. Bunga galочка qo'yib turib, следующий bosamiz. Hop, bosganimizdan keyin bu yerdan so'rayapti, yana senda qo'shimcha monitorlar bormi yo'qmi deyapti. Agar bizda qo'shimcha monitor bo'lsa, buni yoqib turib qo'shimcha monitorlar tanlaymiz. Agar qo'shimcha monitor bo'lmasa, следующий qilib o'tkazamiz. Hop, bu yerda qilganlikka ulasanmi deyapti. Biz hozircha qilganlikka ulaymaymiz. Agar ulash kerak bo'lsa, boshqa joydan nastroykasidan kirib ulasak bo'ladi. Hop, завершить qilamiz. Foiz to'lguncha kutib turamiz. Hop, 344 biz bilan aktivatsiya bo'ldi. Hozir IP-sini to'g'irlab, o'ziga sozlab oladi. Sozlab olguncha ozgina vaqt ketadi. Hop, завершить bo'ldi. Настройка tugadi. Hammasi yondi. Запуск qilamiz. Запуск qilganimizdan keyin ozgina kutamiz. Bu ulanib oladi o'ziga. Ulandi. Endi bitta vizit qilib ko'ramiz. Vizit bosganimizda bizdan nomer tergin deydi. Birni bosib turib vizit qilamiz. Chaqiryapti. Hop, endi buni to'g'rilash uchun yoki telefon kerak bo'ladi yoki kompyuter kerak bo'ladi. Telefondan qilish uchun qurilma bilan bitta Wi-Fi da bo'lishimiz kerak bo'ladi. Hop, endi damafonlar ulangan Wi-Fi ga ulanib oldik. Hop, qiy partnerga kiramiz. Bu yerdan Sadabaga o'tamiz. Sadabaga o'tganimizdan keyin bizga kerakli qurilmani tanlaymiz. 344 mana. Hop, soatni to'g'rilab olamiz. Настройкаga kiramiz. Hop, загрузкаdan keyin parametrlar kelib chiqadi. Bizga kerakligi vizit parametr. Nажмите кнопку для визифа degan joyga kiramiz. Kirganimizdan keyin vizif center ekran knopka vizif komnataga kiramiz. Birinchiga kirganimizdan keyin vizif komnata turibdi, buni tanlaymiz. Bu yerda 4 xil bo'lim chiqadi. Biz birinchisini tanlaymiz. Vizif uказанный nomerga bosamiz. Bosganimizdan keyin monitorda nomerini yozib qo'yamiz. Bizdagi monitorda nomeri 1. Birni bosib turib saqlanib qilamiz. Saqlanib qilganimizdan keyin endi tekshirib ko'ramiz. Hop, endi bitta tekshirib ko'ramiz. Vizit qilamiz. Hop, chaqiryapti. Ko'tarib javob bersak bo'ladi. Говорите. Конец вызова. Hop, endi shu nastroykani kompyuterdan ko'rib chiqamiz. Sadapa ilovasi kirib olamiz kompyuterdan. Kompyuterimiz ham o'sha telefonlar bilan bitta setda bo'lishi kerak. Ustiga ikkita bosamiz, IP-sining ustiga. Bosganimizdan keyin terminalda ichiga kiradi. Login parol yozamiz. Hop, kirganimizdan keyin bizda shunaqa o'yin ochiladi. Hop,
video telefon bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan keyin mana bu yerda knomka televizor chiqadi. Vizib kirganimizdan keyin mana bizni telefonda qanday qilgan bo'lsak, bunday o'tishdan chiqadi. Ukazini nomer tanlab turib birni bosib qo'yamiz yoki terminalda o'zi bo'lsa sizda prognozinaga bosib qo'ysangiz bo'ladi. Qilganikka ulanganda to'g'ridan to'g'ri qilganikka vizib boradi. Hop, saqlanib qilamiz, chiqib ketamiz. Hop, kimda yana qanday savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalar, o'qib chiqib javob beramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.